Tasavvur qiling, ertaga uyg'onasiz va yer endi sizning uyingiz emasligini bilib qolasiz. Tashqaridagi havo sizni bir necha soniya ichida o'ldirishi mumkin. Harorat quyosh chiqishidan oldin sizni muzlatib qo'yishi mumkin. Eng yaqin yordam esa millionlab kilometr uzoqlikda. Birinchi kuningizdan omon qola olarmidingiz? Insonlar Marsda haqiqatan ham shaharlar qura oladimi? Marsda qachondir hayot bo'lganmi? Agar bunga erishsakchi, Mars bizning ikkinchi uyimizga aylanadimi? Yoki insonlar yashash uchun kurashadigan navbatdagi sayyora bo'lib qoladimi? Bugun biz Marsdagi hayot aslida qanday bo'lishini o'rganamiz. Ilmiy fantastika asosida emas, balki haqiqiy ilm-fan asosida. Chunki Marsda omon qolish faqat u yerga yetib borishdan iborat emas. Gap Marsga yetib borganingizdan keyin har kuni tirik qolish haqida ketmoqda. Nega aynan Mars? Galaktikamizda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan milliardlab sayyoralar orasida nega insoniyat doimo aynan bitta olamga qayta-qayta e'tibor qaratadi? Marsga u eng katta sayyora emas. U bizga eng yaqin sayyora ham emas. Aslida Venera Yerga yaqinroq joylashgan. Unda nega aynan Mars? Javob hayratlanarli bir o'xshashlikda yashiringan. Marsdagi bir kun 24 soat u 39 daqiqa davom etadi. Bu yerdagi bir kundan atigi 39 daqiqa uzunroq. Marsda fasllar mavjud, uning o'qi taxminan 25 darajaga og'gan. Bu yerdagi 23,5 darajalik og'ishga juda o'xshaydi. U yerda ham bahor, yoz, kuz va qish mavjud. Quyosh tizimidagi boshqa hech bir sayyora bu qadar Yerga o'xshamaydi. Olimlarning fikricha, milliardlab yillar oldin Mars hayratlanarli darajada tanish ko'rinishga ega bo'lgan bo'lishi mumkin. U yerda daryolar bo'lgan, ko'llar bo'lgan, ehtimol hatto okeanlar ham bo'lgan. Bugungi kunda Mars sovuq, quruq va sukunatga cho'mgan. Ammo uning qadimiy yuzasi qachonlardir qizil emas. Balki ko'k rangli bo'lgan olamga oid izlarni hanuzgacha saqlab kelmoqda. Shuning uchun Mars shunchaki navbatdagi sayyora emas. U ilk quyosh tizimidan qolgan vaqt kapsulasidir. Va ehtimol biz topgan Yerga eng o'xshash olamdir. Endi tasavvur qiling, insoniyat nihoyat sizni Marsga yuborishga qaror qildi. Sayohat qancha vaqt davom etadi? Ko'pchilik bu safar bir necha kun davom etadi deb o'ylaydi. Ammo haqiqat butunlay boshqacha. Hatto bugungi eng tezkor kosmik kemalar yordamida ham Marsga yetib borish odatda 6 oydan 9 oygacha vaqt oladi. Nega buncha uzoq? Chunki sayyoralar hech qachon bir joyda turmaydi. Yer quyosh atrofida har soniyada taxminan 30 kilometr tezlikda harakatlanadi. Mars ham harakatlanadi. Agar raketani shunchaki Mars tomon yo'naltirsangiz, siz yetib borganingizda sayyora u joyda bo'lmaydi. Shuning uchun muhandislar Goman o'tish orbitasi deb ataladigan aniq egri yo'lni hisoblab chiqadilar. Kosmik kemangiz to'g'ridan-to'g'ri Mars tomon uchmaydi. U bir necha oydan keyin Mars joylashadigan nuqta tomon harakatlanadi. Bu xuddi kimgadir to'pni to'g'ridan-to'g'ri otish emas, balki u yugurib boradigan joyga oldindan otishga o'xshaydi. Shunda ham parvoz imkoniyati faqat taxminan har 26 oyda bir marta yuzaga keladi. Aynan shu vaqtda Yer va Mars qulay holatda bir-biriga nisbatan joylashadi. Agar bu parvoz imkoniyatini o'tkazib yuborsangiz, keyingi imkoniyatni 2 yildan ortiq kutishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Mars orzu qilish uchun yetarlicha yaqin, ammo unga yetib borish hanuz nihoyatda qiyin. Kosmik kema ichida bir necha oy o'tkazganingizdan so'ng nihoyat Marsga yetib kelasiz. Dvigatellar o'chadi, lyuk sekin ochiladi. Siz tashqariga qadam qo'yasiz. Dastlab hamma narsa g'alati darajada tanish ko'rinadi. Tog'lar bor, vodiylar bor, toshlar bor, chang bor, uzoqqa cho'zilgan ufq bor. Ammo bir necha soniya ichida nimadir mutlaqo boshqacha ekanini tushunasiz. Osmon ko'k emas. Kunduzi u xira to'q sariq yoki sarg'ish jigarrang tusda ko'rinadi. Quyosh Yerdagiga qaraganda ancha kichikroq ko'rinadi. Chunki Mars Quyoshdan taxminan 228 million kilometr uzoqlikda. Ya'ni Yerga qaraganda qariyb 1,5 baravar uzoqroqda aylanadi. Quyosh nuri kuchsizroq seziladi. Atrof butunlay jim, qushlar yo'q, hasharotlar yo'q, shamolda tebranayotgan daraxtlar yo'q. Keyin esa g'ayrioddiy bir hodisa yuz beradi. Kech kirishidan quyosh botishi ko'k rangga kiradi. Yerda quyosh botishi qizil rangda ko'rinadi. Chunki atmosferamiz ko'k yorug'likni boshqa tomonga sochib yuboradi. Marsda esa changga to'la atmosfera qizil yorug'likni boshqacha tarqatadi. Natijada botayotgan quyosh atrofida ko'kimtir yorug'lik paydo bo'ladi. Bu quyosh tizimidagi eng noyob manzaralardan biridir. Juda chiroyli. Ammo shu bilan birga
Siz o'z uyingizdan butunlay farq qiladigan olamda turganingizni eslatib turadi. Endi tasavvur qiling, siz dahshatli xatoga yo'l qo'ydingiz. Dubulg'angizni yechdingiz, Gollivud filmlarida odamlar kosmosda portlab ketishi yoki bir zumda muzlab qolishi ko'p tasvirlanadi. Aslida bunday bo'lmaydi. Ammo haqiqat baribir o'ta xavfli. Mars atmosferasining taxminan 95% karbonat angidridan iborat va uning atmosfera bosimi yerdagi bosimning 1% dan ham kam. U yerda nafas olish uchun yetarli kislorod mavjud emas. Past bosim tufayli ko'zlaringiz, og'zingiz va o'pkangizdagi namlik qaynay boshlaydi. Bu issiqlik sababli emas, balki bunday past bosimda suvning qaynash harorati keskin pasaygan uchun sodir bo'ladi. Kislorod yetishmasligi sababli bir necha soniya ichida hushdan ketasiz. Darhol yordam ko'rsatilmasa, tirik qolishning imkoni bo'lmaydi. Marsdagi skafandr shunchaki himoya kiyimi emas. U sizning atmosferangiz. Sizning hayotni ta'minlash tizimingiz, sizning shaxsiy yeringiz, har bir nafasingiz ustingizdagi texnologiyaga bog'liq bo'ladi. Marsdagi vazningiz yerdagining 38% ga teng bo'ladi. Endi yurishni boshlaganingizni tasavvur qiling. Nimadir boshqacha seziladi. Har bir qadamingiz yengilroq, siz sakraysiz va kutganingizdan ancha baland ko'tarilasiz. Buning sababi Marsdagi tortishish kuchi yerdagining atigi 38% ga teng. Agar yerda vazningiz 70 kilogramm bo'lsa, Marsda u taxminan 27 kilogrammdek seziladi. Dastlab bu juda ajoyib tuyuladi. Siz og'irroq uskunalarni ko'tara olasiz, toshlar ustidan osonroq sakraysiz, ishlash ham unchalik charchatmaydigandek ko'rinadi. Ammo vaqt o'tishi bilan past tortishish kuchi jiddiy muammoga aylanadi. Mushaklaringiz zaiflasha boshlaydi. Suyaklaringiz zichligini asta-sekin yo'qotadi. Chunki ular endi avvalgidek katta vaznni ko'tarishi shart emas. Yer tortishish kuchi sharoitida qonni haydashga moslashgan yuragingiz ham olimlar hali to'liq o'rganib ulgurmagan tarzda o'zgarishni boshlaydi. Xalqaro kosmik stansiyadagi astronavtlar har kuni jismoniy mashq qilishlariga qaramay, mikrogravitatsiya sharoitida mushak va suyak massasini yo'qotadilar. Marsdagi tortishish kuchi orbitadagidan kuchliroq, ammo baribir yerdagidan ancha zaif. U yerda yillar davomida yashash inson tanasini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. Va hozircha hech kim javob bera olmaydigan bir savol mavjud. Mars tortishish kuchi sharoitida tug'ilib, voyaga yetgan bolalar bilan nima sodir bo'ladi? Ular qachondir yerga qayta olarmidi?